Assalomu alaykum. Hozir men Lyublinga kelganman. Mehmonxonaga o'zi. Mehmonxona ham qanaqa? Hostelga kelganman. Lekin menga Yevropaga kelganimdan beri ancha yil bo'ldi. Ancha yil ham qanaqa 1 yil bo'ldi. Shu vaqt ichida ancha ko'p hostellarga bo'ldim. Misol uchun Radimda bo'ldim. Aslida Varshavada ko'p hostellarda bo'ldim. Lekin shu vaqtgacha ko'rgan hostellarim mana bu hostelni dan keyin просто Mosur degan anonga keldim. Вообще u yerda bir majburlikdan yashasa bo'ladi, lekin narx jihatidan bu yerga qaraganda ham arzon, ham kачествоsi dahshat va sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu yerdan kirish. Kirgandan bu tarafga bitta xona bor. Kelasiz, bu yerga o'tirib, mana o'tirayotgan joylar. Mana bu bizning xonamiz. Bu xonaga 3 kishi turadi. Bu yerda hammasiga 3 tadan odam turadi. Bu yerga ham shunaqa. To'g'rayimizda u yoqda hay borib o'tmayman. Oshxonasi bor, tualet, vanna bor, 2 ta tualet bor, 2 ta vannasi bor. Dahshat. Narxi qancha bilasizmi? Narxi 60 zlot, 60 zlot. Men Varshavada 70 zlotdan turganman, lekin u yer borku, burni oldida вообще musor bo'lib qoladi to'g'risi. Kim Lyublinda kelmoqchi bo'lsa, sentrga, prямо sentrga Radmis degan xona bor. O'tirmaydi, hostel bor. Bu yerda oilaviy xonalari ham bor. Oilaviy xonalari 135 zlot. Bitta xonada 2 kishi o'zingiz turasizlar yoki o'zingiz tursangiz ham bo'ladi. Kim yo'l tutsa Lyublinga, kim dakin masalasida kelmoqchi bo'lsa, mana shu yerga turishlaringizni maqsad beraman. Hammaga rahmat.